Endi sizlar bilan positionni yana bir turi fixed to'g'risida gaplashamiz. Fixedni ko'rishimiz uchun bular kerak emas, hammasini olib tashlaymiz. Bodydan tortib, demak eng pastigacha olib tashlaymiz. Mana saqlaymiz, index.html ga o'tamiz. Demak, bular ham kerak emas bizga. Hop, fixeddan foydalanishimiz uchun biz scrolling hosil qilishimiz kerak, ya'ni saytda o'zida. Buning uchun men tekstlardan foydalanaman, ya'ni ko'p tekst berish orqali scrolling hosil qilaman. Demak, p lorem 2000. Mana. Demak, juda uzun tekst hosil bo'ldi. Endi tepaga chiqib, bu yerga bitta div ochamiz. Misol uchun nomini fixed deymiz, ya'ni class nomini. Saqlaymiz. CSS ga o'taman. Birinchi bodyga umumiy font size berib olamiz, ya'ni tekstimizni razmerini o'zgartirishimiz uchun, kattaroq qilishimiz uchun. Keyin demak, bizda fixed edi. Fixedga doir umumiy propertylar beramiz, ya'ni bitta aylana hosil qilishimiz uchun. Demak, width use, height use, keyin background color beramiz. Background color ga deylik 00. htf 00. Mana border radius aylana hosil qilishimiz uchun 50% deymiz. Hop, endi pastiga tushamiz. Position bizda fixed. Mana fixed. Keyin qayerda joylashishini belgilashimiz kerak. Bizda bottomda 10 piksel, rightda demak 10 piksel. Saqlaymiz va browzer ochib ko'ramiz. Mana hop, font size 20, 30 qila qolaylik. Mana. Demak, tekstimiz hosil bo'ldi. Bu tarafda bo'lsa, ushbu demak divimiz hosil bo'ldi. Aylana ko'rinishdagi divimiz. Endi fixedni ko'radigan bo'lsak, fixed bu umumiy demak saytimizdan, browzerimizdan oynasiga yopishib turadi va shu joyda qotib turadi. U demak biz scrolling qilganimizda xuddi shu joyda qolaveradi. Buni ko'rishimiz uchun mana pastroq tushiradigan bo'lsak, ushbu o'zini holatini yo'qotmayapti, ya'ni qaysidir joyda qolib ketmayapti. Ya'ni browzer oynasiga yopishib turibdi. Ushbu holatda bo'ladi. Mana qanchalik pastga tushirganimiz sari o'zini holatini yo'qotmayapti. Endi buni qayerda ishlatamiz desanglar, ataylabdan ushbu joyga qo'ydim, aylana ko'rinishda. Bunaqalarni ko'p ko'rgan bo'lishinglar kerak agar saytlarda ko'rgan bo'lsanglar. Ya'ni misol uchun bu yerda tepaga chiqarish kelishi mumkin, ya'ni pastga tushganimizda buni bosib, ya'ni bu bottom ko'rinishda bo'lsa, div emas bottom, bitta bossak tepaga chiqib ketadi, ya'ni boshlanishiga. Yoki bo'lmasa bu yerda telefon qilish bo'lishi mumkin, yoki yana boshqa ko'rinishlarda ham bo'lishi mumkin. Misol uchun xabar yozish, shunga o'xshaganlar. Yoki yana ishlatish joyidan bittasi headerda bo'lishi mumkin, ya'ni navigationlar bo'lsa, biz scrolling qilib pastga tushirsak ham umumiy tepasida demak shu navigation turaveradi. Ya'ni shu maqsadlarda biz position fixeddan foydalanamiz.